Hammaga salom, sizlar bilan Yuzbek va bugun bizada gaplashadigan oddiygina video bo'ladi va sizlarga juda ko'p savollarim bor. Kommentariyada yozinglar va men juda ham xursandman. Chunki 500 ta подписчикdan oshiq bitta video просто rekomendatsiyaga otilib ketdi. 3000 ta prosmotr hozircha, ilohim ko'proq ham bo'lsa. Bu videorolik o'zi 100% otilishi kerak edi. Chunki nima? Prosta hammaga yoqadigan tema. Ya'ni qanaqadir o'yin bo'yicha chiqqanda kimdir o'ynamasdi. Masalan, Roblox ichidagi qanaqadir o'yin yoki yoqmasdi kimdirgadir. Ammo hozir man u videorolikda donat haqida qilganim uchun menimcha ko'p prosmotr bo'ldi. No, hammaga donat kerak. Da. Kommentariylarni ko'rdim, qayerda donat qilsak bo'ladi, tekin donat qilsak bo'ladi, balobattar. Unaqa servislar ko'p, Telegram kanallar juda ko'p. Bilmadim nimaga bilmaysizlar, ko'p yo'llari bor donat qilishni. Yana, man endi nima olishni bilmayapman. Ya'ni Roblox olaman, ammo faqatgina Please Donat'ni olsam, bu dabdala bo'lib qoladi. Chunki Please Donat, Please Donat, Please Donat. Faqatgina donat qilishim kerak. Bunda blogerlik qurilish osonku, ammo men unaqa bloger bo'lmoqchi emasman. Haftada 1-2 marta donatda bo'lib turadi, ammo faqatgina donatlar uchun odamlar meni ko'rsa, men donat qilishni to'xtataman, kerak emas. Keyin sizlardan so'ramoqchiman, iltimos kommentariyada yozinglar, qaysi o'yinni sizlar o'ynaysizlar Robloxda? Yoki Roblox o'yinlarini tarixini aytib bersammikin? Bu men uchun juda oddiy narsa. Roblox o'yinlarining tarixi. Yana xabarlar Roblox bo'yicha, o'yinlar bo'yicha xabarlar. Shunaqaga o'xshagan narsalar. O'zinglar iltimos kommentda yozib qo'yinglar. Sizlarning fikrlaringiz menga juda ham qiziq. Hammasini o'qib, hammasini like bosib, balkim sizlarga atvet ham qilarman. Tak, mana mani savollarim sizlarga iltimos kommentariyaga kirib yozinglar. Mayli, hammaga rahmat.